Bu o'g'liz sichqonam tug'dirolmaydilar. Shodga qo'yuvdim-ku. Men buni qidiryapsizmi? Men narsalarimga qo'ling tegizmagin. Keyingi safar mashg'ulingni sindiraman. Nima foyda topish shu doridan? Sizni yosh xotiningiz bo'lsa, nima foyda bor? Bu dori beradigan kayfmi? Sandakasidan 10 tasi ham bera olmaydi, tushundingmi? Assalomu alaykum Sobir. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Qani degan yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi, rahmat. Qani uyga kiramiz. Yo'q, sal vaqt tig'izroq edi, tog'a. Muhim masala bilan keluvdim oldingizga. Xo'sh, eshitaman. Tinchlikmi? Shu o'g'lingiz 3 oy oldin $5000 qarz oldi-yu mendan. 5000? Ha? Adam yubordilar. Bir hafta 10 kunga berib turar ekansiz deb sizni nomingizdan keldi-ku. O'shanga berib yubordim men. Mani xabarim yo'q, jiyan. U biznes puli edi, mol olishimiz kerak, sheriklarim bor bilasiz. Hozir qoch yuribdi, telefon ham ko'tarmaydi. Qilaman men ham boshim qotgan, o'shaning uchun uyga keluvdim. Bu o'g'lim yomonlarga qo'shilib bu yomon ishlar qilyapti deydi bolam. Mana hozir ham uyda yo'q, bir haftadan beri uyga kelmaydi bolam. Sen xafa bo'lmagin. Men mashinamni sotib bo'lsam, men senga qilib beraman shu pulni. Xavotirlanmagin. Mana habbomiz. Yo, endi xafachilik yo jiyanim. Mayli. Mayli, Sen sog' bora bo'ling. qoling. Yo, bo'pti, mayli, bo'ling, sog' siz bo'lgin. ham. Uydagilarga salom aytgin bolam. Ha. Bo'pti, mayli. Kelin po'sha bundoq bir yangilik bo'ladiganmi? 6 oy bo'ldi tushganingizga. Kutyapman men. Bir nevarali bo'lishni xohlayman. Bu o'g'liz sichqonam tug'dirolmaydilar. O'g'lizga faqat dorilar bo'lsa bo'ldi. Ularga na bola, na may kerakman. Men ketaman uyimga, boshqa yasha olmayman. Voy marras. Sen nima qilib yuribsan o'zi, ey? O'ldirib qo'yaymi seni, ha? Nima bu? Nima bu? O'ldiradi bu o'ldiradi oxiri. Ahmoq, nima qilayotganingni bilasanmi o'zi? Otangni, onangni kuydirib yubording, sen bola uni qo'sqansan o'zi. Nima bu? O'ldiradi bu oxiri, o'ldiradi bu. Qayerda yuribsan sen? Ha, yuribman. Nimalar qilib yuribsan? Ha, yuribman deb bolalar bilamadi. Bolalar bilan yuribsanmi sen? Kuydirgin, ha? Sen menga urg'u aql o'rgatyapsanmi? Ha? Bu nima yurish? Xotining ketib qoldi mana. O'zingning yurishing men bu. Voy. Nima bo'ladi? O'l. Nima bo'ldi? Ada, Yeding-ku. o'yda qo'y. Kim bor? Kim? Voy. Yeding bolam. Harf aytuvda oxiri o'ldiradi deb adam o'ldilar. Og'ayni. Boylikka uchib, narkomanga uzatib yubordingiz. Hayotim barbod bo'lib ketdi. Xursandmisiz endi? Ana, ma'rakalani ham tugatdi. Endi orqangdan shaltog'ingni tozalab yuradigan otang yo'q endi. Yon atrofingda hech kiming qolmadi, ko'ryapsan. Shartta qiskinda endi. Yig'ishtir bu ishlaring. O'lib ketasan bola. Tavba qildim. Qaytib ish qilmayman. Nasib qilsa oilamni ham tiklayman. Men ketdim, senga ishondim, bo'pti. Ha, Zo'ridan topib qo'ydim. yig'ishtirdim men bu. Ko'tingni qissangchi. Mana shuni ko'ringlar, keyin yig'ishtiraverasan. Chiq ko'chani boshiga. Hozir chiqaman. Hop. Ma. Ajali. Yo'q. Uchasan bugun. Voy. Voy, blad, o'lib qopti-yu. Ko'tarsang ichmaysanmi, dalban?